Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bularimiz mana 50 ot kuchi, 40 ot kuchi tortam yo'q bilmadim. 50 ot kuchi, 60 ot kuchilar tortadi. Mana bularimiz 2 korpuslik. Bu omochi mana. Bu mana shuni omochi. Santimetrlarini sizlarga hozir hisob-kitob qilib o'lchab beraman. 81 santimetr. Bunisini o'lchaydigan bo'lsak 44 santimetr. Bo'yga o'lchaydigan bo'lsak salkam 40 santimetr. Bu teshigiga davr o'lchasak 47 santimetr ekan. 47 santimetr bu yog'i. 47 santimetr bo'lsa teshigiga davr. Endi teshigini biz mana teshikka moslaymiz, to'g'rimi? Bu teshigini moslaydigan bo'lsak mana teshigini mana shu teshikka moslaydigan bo'lsak biz endi u yog'i 47, bu yog'i 13 turibdi. 47 ga 13 qo'shsak 50-60 bo'lyapti. Mashinadan 60 santimetr chiqar ekan bu yoqqa. Shundan 60 santimetr bu yoqqa chiqar ekan. 60 santimetr 60 santimetr mana shu holatda chiqar ekan hozir. Mana bu ramasi 1.30 ekan, 1.28. Mashiga davr 128, ma'ga davr 150 ekan. 1,5 metr. Общий 1,5 metr ekan. Общий 1,5 metr. Bu joyidan mana bu joyga davr 1.28, salkam 1.30 yani muoraliqgacha hisoblasangiz 1.30 santimetr. Omochi mana bu joydan bu yog'i 60 santimetrgacha chiqar ekan. Aylanma omoch, mana u sovuni nimalar qo'shib beriladi. 60 ot kuchi, 50 ot kuchiga qiziqqanlarga ma'lumot berdik. Endi ularga orqa ko'rinishini ko'rsatib qo'yishim kerak, chunki oladigan odam, uzoqdagi odamlar qiynayapti kelgani. Uzoqdagi odamlarga foydali bo'lish uchun santimetrlargacha olib chiqarishga qaror qildim. Buni darsni boshlashim kerak edi. Fikrlash qobiliyatimiz jicha pastlik uchun shuni ertaroq bilmagan ekanmiz. Hamma narsani oldindan rejalashtirib yurish kerak. Shuni hisobiga jicha bee'tibor bo'lib qolibmiz. Ming bor uzr so'raymiz. Mana xudo xolasa shu narsalarni sekin tushunib yetib, sizlarga harakat qilib aytib berishga, hisoblab berishga imkon qilyapmiz. Yani buni qo'yib ko'rsatay desam, qo'yib ko'rsatadigan bo'lsam ham bo'ladi. Santimetrlargacha aytdim, 60 santimetr chiqadi. Hozir yana bitta tayyor yig'ilganini ko'rsataman sizlarga. Aziz do'stlar, bu 50 ot kuchiga hozir bitta, ikkita bor, 3 ta bor, 4 ta bor, 5 ta bor. 5 ta, 6 ta. 6 ta bor ekan. Yana bittasi baloni mana shunaqa baloni. Mana 230 raqamli bunimiz, 230 raqamlik omoch. Baloni temirli bo'ladi buni baloni. Buni baloni shinali bo'lmaydi. Unaqa bo'lmaydi. Va aziz do'stlar, yig'ilgan holati teskari qo'yib qo'yilgan. Yig'ilgan holati mana shunaqa holatda yig'ilar ekan mana. Atrofdan u yoqdan bu yoqdan qilib ko'rsatyapman. Orqalari mana orqa ko'rinishlari. Do'stlar, 230 D. 230 nomerlik. Endi bunimizni bo'yini ko'ramiz mana. Jivoy yig'ilgan bu holatida 56 60 emas ekan, 56 santimetr
56,5 santimetr ekan. Bo'yiga 56,5. Bunisi ham shu 56 santimetr ekan. Yig'ilishi mana shu holatda mana ko'rsanglar bo'ladi. Bular endi mana freza traktor 56 kuchi mana 504. 550 ot kuchi to'ralari tortadi. Narigi ham shunaqa. Mana shu traktorlar bemalol so'diradi bularni. Xudo xolisa. Ko'rib turganingizdek, bu yog'i ham mana 40 santimetr ekan. Do'stlar, ma'lumotni hammasini berdim. Xudo xolisa. Bu yerda ancha-muncha shinalari qo'shib beriladi. Shilyankalari 2 ta kalta, 2 ta uzun. Aloqaga chiqarasizlar 91lik 168 877 yozib qo'yaman. Hammaga omad, bizni kuzatishda davom etinglar. Uzoqdagilarga ma'lumot berdim deb o'ylayman, xudo xolisa. Traktorlarga keladigan bo'lsak, traktorlarimizni sifati xudo xolisa zo'r.